Tamam. Ben şu an Romantik Projesi Kudret'in şehri olamam. Sizlerden ayda 3 mərtə tədbirkarlarla uçaşımızlardan öyle. Şuna bir sizden çatırdı yine nav meseleleri vardı. Bankli, kredi, başka mummalar konuları yok. Hanımların nesinden arar, müstahimesini çekilme teröresi. Tertiplerimiz var, kredi iş boyunca Orunbazar Murat Bigas için geldi. Keyin salacağı buldu. Tınlayım ondan. Bulam şu geçecek. Esas yürüdükler miydi? Yürüdük cismani yangi tadbirkorlar olur. Çünkü Nasıl anlayayım? Hürmetli tadbirkorlar, bugün növbətdəki 2026 yıldaki növbətdəki tadbirkorlarla uçraşdığımız ve asası yerdə tadbirkorluqdan maksat biliriz. Ahalını dəramətin açılır, dəramətin hikmət bilen təminləş və onların tadbirkorluğa cəlb ediş. Biləsiniz, son yıllarda yine tarmaqlardan güzətib duransalardı, Prezidentimiz tamamından tədbirkarların qollab-quvvatlaşı boyunca köklab imtiyazla mərkəti, devlet sağlık tərəfləmə imtiyazlı sağlık törəməsi, komissiyetləri, devlet borcları var. Şu bilen birlikte bizə ticaret bankları tamamından şu tədbirkarların qollab-quvvatlaşı üçün imtiyazlı kreditlər mövcud. Şunlardan qısaca sizlərə hazır tərtibim üçün verəməm. Birinci növbətdə yuridik şəxslərə tədbirkarların qollab-quvvatlaşı üçün PK 312 sanlı kararı 24 yılda imzalanğan olub, o yuridik şəxslərə verildi. Bu da yani yuridik şəxs sifətində yekki tədbirkar, məsəl çəkilən cəmiyyət, ya olmasa ailəvi karxana sifətində ro'yxatda o'tgan bo'lib, ham 1 yil mobaynida oborot qilib turgan bo'lsangiz, bizning yo'nalishimiz bo'ldi. Şu holatda yana bu imtiyozli kreditdan foydalanib turasizlar. Bu 7 yıla 2 yıllık imtiyoz devr bilen verildi. Tədbirkarlıqni xohlagan turi bor. Mesela bilasiniz, xizmat ko'rsatish bor, ishlab chiqarish bor, chorvachilik, dehqonchilik, ko'p sohasi bor. Fakat bir de aksiz tovarlar bilen shug'ullanuvchi tadbirkorlarga mumkin emas. Bu da yani oddiy tilda aytganda benzin, gaz, metan zapravkalar, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanan savdo faoliyatini bu imtiyozli kreditlar verildi. Bundan tashqari boshqa barcha tadbirkorlik munosabatlari rasmiy bo'ladi. Bu kreditimiz 7 yil 2 yil imtiyoz davri bilan 20% ajratiladi. Lekin bir dana bunga qo'shimcha imtiyoz berilgan. Prezidentimiz yana 2025-yil PK 103 sonli qarori chiqqan bo'lib, bu yerda xotin qizlarni tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida shu 20% kreditimiz eğer korxona rahbari ayol kishi yoki ta'sischi ayol kishi bo'lgan bo'lsa 2% pasaytiriladi. Yani 18% yıllık verildi. Bu qo'shimcha ayollarimize berilgan imkoniyat bo'ladi 2%. Ondan tashqari buni qo'shimcha 25-yilda yoki 1 yilga ne bilan oilaviy korxonangiz yoki jamiyatingiz bo'lsa, oborot qilgan bo'lsangiz beriladi deyilgan. Lekin 25-yilda yana qo'shimchamiz kiritildi. Eğer siz oldindan oilaviy tadbirkorlik yo'nalishidan, ya'ni imtiyozli kreditdan olib maqsadli foydalanib, shuni o'zini vaqtida so'ndirgan bo'lsangiz da yangidan korxona tashlashingizga ham beradi. Bu da yani oborot shartlarimiz 1 yil bo'lib faoliyat ko'rsatib shartlarimiz. Masalan, mahallada yana tikuvchilik yoki chorvachilik, qo'ychilik bo'lsin, karandachilik kreditni olgansizda, maqsadni ishlatgansizda yapgansiz o'zini vaqtida. Shu holatdagina siz yana yangi korxona ochasiz, yoki tadbirkormi yoki masalan jamiyatmi, oilaviy korxona farqi tozadan tutsangiz ham size bu kreditdan foydalanishingiz mumkin. Şu tertipte olan, eğer kişi 18%'dan yıllık, eğer erkek kişi olursa 20%'dan болады. Bundan tashqari bu yuridik shaxslar belirlab bizde bizden cismani shaxslara eğer yengiden indi tadbirkorlik qilaman deb faoliyat boshlayotgan bo'lsangiz, bu yerda yuridik shaxs bo'lish shart emas. Cismani shaxs sifatida eğer siz oxirgi 2 oyda ish haqida omon bo'lsangiz, ya'ni daromadga ega bo'lgan bo'lsangiz, bu o'zingiz band qilgan holda 5 yıla 2 yıllık imtiyoz davri bilan 50 milyon so'mgacha kefillik bilan kredit ajratsak bo'ladi. Fakat bir de siz işlemeyen bo'lsangiz kerak dedim, ilk kefil bo'lish kerak. Oylik yetadigan kefilingiz bo'lsa 50 milyon so'mgacha tadbirkorlik uchun jismoniy shaxs sifatida boshlashingiz mumkin. Bir de bu kreditimiz 25%dan bo'lmayanki ayollara yani 103 sonli qaror asosida 23%, 2% pasaytirilgan holda beriladi.
Buna yeni qo'shimcha yana bizada biznesga ko'mak bor 4 yilgacha 6 oylik imtiyoz davri bilan 1 yilgacha 5 million so'mlik biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. Ulardan foydalansangiz bo'ladi. Keyin bu yil yakunlayni yoshlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni shu tadbirkorlikka jalb etish, ularni ish bilan band qilish maqsadida 46-sonli qaror chiqqan. 25-yil. Bu resurs bizlere 25-yilning oktyabr oyidan oldin bizning Agrobankimizda bo'lgan bu resurs ham qo'shildi. Ya'ni agar o'zingiz bo'lsangiz, ya'ni bu 18 yoshga to'lib 30 yoshdan oshmagan bo'lsangizlar bu kreditdan foydalanib turasiz. Masalan, siz o'zingiz 30 yoshdan oshgan bo'lishingiz mumkin. Farzandingiz qiziqishi mumkin. Balki 20 yosh, 25 yosh, 30 yoshdan oshgan bo'lsa bu tadbirkorlik qilaman desa, uni ham tavsiya etib, shu 46-sonli qaror asosan 18% dan belgiladi. 5 yillar bir yil imtiyoz davri bilan bundan foydalansa bo'ladi. BAM 50 million so'mgacha endi bu tadbirkorlik faoliyatidan kelib chiqadi. Jismoniy shaxs sifatida ham olish mumkin. Lekin 18%. Yoshlar. Agar yuridik shaxs sifatida bo'lsa 100 million so'mgacha garovsiz. Yani tevkif bilan undan oshgan qismi 2,5 milliard so'mgacha eng ko'p katta summa tushadi. Lekin bu 200 milliondan boshlab aylanma harakat so'raydi. Tadbirkor bo'lgan bo'lishi kerak. Yangi boshlagan bo'lsa, eng ko'p shu aytganimni, ya'ni tevkif bilan 100 million so'mgacha olib beradi. 5 yillar bir imtiyoz davri. Yani shu tadbirkorlikdan shu yo'nalishlarni yuridik shaxs bo'limini jismoniy bo'lsa, aytdim, 50 million so'mgacha. Bundan tashqari bu yil yana 61-sonli qaror chiqdi. Buni yangi dastur asosida bu prezidentimiz tomonidan keyingi tarmoqlarda e'lon etildi. Yosh shu bitiruvchilar bor bizda. Institut bitiruvchilar, kollej bitiruvchisi bo'ladimi? Shularga aylanib turgan, ishlab turgan korxonalar, masalan, sizlarning korxonangiz bor, lekin kattaroq summada imtiyozli kreditga. Sizlarning sharti 2 dona bitiruvchini ish olasiz. 2 dona ish bitiruvchini ishga qabul qilib, uni diplomini bitirdi, keldi, qabul qilasa, buyruqni chiqarsa, buni 7 yil 2 yillik imtiyoz davri bilan belgiladi. Maksimum miqdor 5 milliard so'mgacha beradi. Lekin aylanma so'rayman bundan. Og'ir deb tursiz, lekin imtiyozli kreditga bundan foydalansangiz bo'ladi. Buni bir dona yana sharti bitiruvchi olasiz. 2 yilgacha bo'shatib qo'ymaydi. Bunu terbiyelaysiz, tushuntirasizlar shu yo'nalish bo'yicha. Shu maqsadda masalan, ustaxonangiz bor, katta. 2 bola olasiz, bitiruvchi shu mexanik bo'lsa, tushunsa, shu odamni 2 yil ish bilan ta'minlashingiz kerak bo'ladi. Shu minimal miqdorda kam bo'lmagan oylik to'lab berib, ularni hisobot yurib turadi. Agar shu 2 yil ichida u xodimni bo'shatsangiz, ondan yana bitiruvchi olishingiz kerak. Bo'lmasa, bu avtomatik kreditda imtiyozli kredit bo'lmaydi. O'sha avtomatik kommersiya o'tadidan 28-29% hisoblab tashlaydi. Bir shart shumi? 5 milliard so'mgacha beradi. 61-sonli qaror asosida. Endi qo'shimcha yana agar qiziqishlaringiz bo'lsa, bu yerda bizda mahallalar bo'lim bor. 16 mahalla biriktirilgan, bu yerda agentlarimiz bor, 16 mahalla bankirlar bor, 5 dona. Undan tashqari, mana shu yerda mahallalar bo'yicha ijtimoiy o'rinbosarman. Qo'shimcha savollarınız bo'lsa yana murojaat etasiz. Hozirda agar qiziqqanlaringiz bo'lsa, qaysi taklifdan shularni aytsangiz, men mahalla bilan olib aytsangiz, yozib olamiz. Ijobiy hal etishga harakat etamiz. Xudo xolasa. Bo'lam. Aytsangiz, men yozib olaman. Tartibin beraymi savol bo'lsa shu. Men yozib olaman, chorvachilik bo'yicha e'lonni kredit bajargan. Bor bo'lmadi. Şehriniz bor. İşlem istemeyici. Eğer şu şartlara doğru gelse, iş kıldığı meselesi belki olmaz. Qaysi mahallada? O'rta. Yana kimda? Qurbonboy mı? Sen yani şartlarını düşündürdüm ama mahalle arkasında yani keyfi boş gerek, özgür işlemeyin. 23%'dan belirler. İmtiyaz devri 2 yıl. Bir işin açar.
2 yıl fakat faiz koydunuz. 3. yıldan başlayıp grafikler size en azından tekrar yine kimde o? Ben tam düzelttik. Ortaya tamam. 312. kararını yağlama. Kırıkta. Yapmamı yansama. Az bir işim var mı? Yine çok ötecek. Nav faaliyeti. İkisi şu anda mı? Yok şöyle. Birden. Burada takaslarla alakalı olur. Az buraya orada tutmuş. Kepezan. Sezon mu alasın? Yüzük mü? Biz bulalım. Biz kepez sektöz da. Olur mu? Yüzecek. Baştaki ağam şu 7 yıl bekliyor ya. İyi imtiyazı var. Yüzü vermiş. Ne kimde? Şahat Cuhabek Hasan Muhtemelen Elemenolu Kredi Şama coğrafya. Hasan Sevgiliniz var. Var. Endi boshqa agar murojaatlaringiz bo'lmasa yana endi bu yerdan qo'shimcha yana tekliflaringiz bo'lsa bolalaringiz ukalaringiz jiyanlaringiz olomonlar shu tadbirkorlik faoliyatini yo'llaymiz desalar xohlagan vaqtida yana shu bankimiz ham yoki shu o'zini mahallasida banki agent o'tiradi ularni rejestratsiyalari bo'ladi.